Bu o'sha mashhur Marg'ilon shahridagi O'ram choyxonasi. Bu o'sha mashhur Marg'ilon shahridagi O'ram choyxonasi. Ayni paytda jamoamiz bilan birgalikda Marg'ilon shahrida joylashgan o'sha 1000 yillik tarixga ega bo'lgan O'ram choyxonasiga kelganmiz do'stlar. Bugun albatta sizlarga mana shu joy haqida batafsil video qilib beramiz do'stlar. Demak, biz boshladik. O'ram choyxonasi nimalar bilan mashhur? Mana hozir boshlagan. Mana shu akamiz kelganimizdan beri chaqiryapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Suyimsiz? Charchamasdan. Nimalar bor o'zi bu yerda? Bitta kala go'sht mahsulotlari bor aka, til bor, tuya bor, xalades bor, has bor. Buni bitishdan tatsinlar aka, nasiba. Bismillah. Bismillah do'stlar. Mana bu yerda kollagen bor, mana kalsiy bor mana aka. Bismillah. Haqiqiy kalsiy mana aka. Do'stlar mana. Bu nima joyi bu? Molni tuyog'i. Molni tuyog'i. Do'stlar, molni tuyog'ini yeb ko'ryapman do'stlar. Dahshat, vaqti dahshat. Buni olaman aka, jonli. Nech pul mana shunisi kilosi? Hozir menga yegizgan mol. 1 kilosi 130 ming. Bu qota suvadan chiqarib tashlaymiz. Bu ichidagi mayda suvachalar qoladi. Qota suvadan chiqadi, oltita chiqarib tashlaymiz. Yana nimalaringiz bor? Endi bu yerda mana hasblarimiz bor. Ana do'stlar, Marg'ilonda bundan ham tatib ko'ramiz do'stlar. Operatorimiz ham yeb ko'rasizmi? Obunachilar. Keling. Romantik obunachilar. Ishkal bo'ldi-yu. Ana romantik obunachilarimiz uchun. Sevishganlar faqat gul, shokolad sovg'a qilmanglar. Hasblardan ham sovg'a qilinglar. Go'shtlarni. Buning nech pul nima bu? Buni 1 kilosi 200 ming, kalla go'shti, terisi, yog' bezi yo'q, terilgan. Qora kesak go'shti o'dan o'zi ko'p. Mana shu go'shtni men operatorimga beray. Halidan beri qarayapti. Halidan beri yegiz kelyapti. Bu go'shtni hadesni olib bersinlar mana. Bo'ldi, aka, men rosa to'ydim. Bu go'shtli hades. Bu tarkibi mana ichida qarang. Qora kesak mol go'shti. Go'sht o'zida bo'lgan hades, bedana tuxumlari bilan. Buni ham mazasi o'ziga yarasha zo'r. Nech pul mana shu bitta kasasi? 135 ming. Kilosi 130 ming. Mana bu oddiy haladesimiz bor, tuyog'ida bo'lgan. Bu 100 ming kilo. Oddiy halades. Bu tillaringiz-chi? Tilda kilosi 220 ming. Mana shu mesni tillar, atrofdan kelayotgan arzon til bas. Qolmi ham qimmat, o'z mesni tillar. Nechida ish faoliyatlaring boshlanadi? 3:30 da boshlaymiz sahar. 3:30 da boshlaymiz. 10:30, 11:gacha. Hozir soat necha bo'ldi? Hozir primerda 9:30 bo'ldi. Biz ozgina kech kelibmiz do'stlar. Sababi bu yerda tugaganda keldi. Ozgina kech kelib qo'yibmiz do'stlar. Akalar bozoringlar bersin, oma gap yo'q. Ismingiz nima? Bizni obunachilarimiz kelib qolsa. Absattor akaning o'g'illari, Absattor akaning o'g'illari, telefon raqamingizni ham aytib bering. 91lik 672 50 50. 50 Bash raqamga men nomimdan kelsa bonus qilib berasizlarmi? Aka, rahmat, salomat bo'linglar. Tog'a. Go'sht mahsulotlari mana. Yo'q, bo'ldi, gapiring siz hozirgi. O'g'illarimi? Ha, daningizlarmi? Ha, bo'ldi. Aka, hormang, yaxshimisiz? Sizimsiz? Charchamayapsizmi aka? Nimalar bor endi sizda? No'g'at sho'rva, qazi ruletlari bor. Qazi ruletlaringizni ko'rsak bo'ladimi? Mana. Nech pul bular? Ularning kilosi 350 ming. 350 ming so'm ekan. Nechta? Ama gap yo'q. Akalar juda ham dahshat. Maza qildi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qilganmiz. Yaxshi. Aka, rahmat. Bozoringlar bersin, rahmat. Sog' bo'ling. Detal kadr olib berasiz endi. Mikrofon o'zida turaversin, men gapirib yuboryapman-da. Ovoz dahshat. Mazasiga shunchaki gap yo'q. Eng zo'r mashina, menga yoqdi lekin. Aka, qornim ishib ketadi, ishonasizlarmi?
Noningiz nechi pul o'zi? Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Bu nonlarimiz o'rtoq 4000 so'mdan yog'li. 4000 so'mdan. O'ram choyxonasiga kelsanglar do'stlar, Nonlarimiz bor. no'qat cho'ralar, non qidirib yurmas ekansiz. Nonni turlari chetda ekan. Aka ismingizmi? Mani otam Mansurbek. Mansurbek aka. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Rahmat, salomat bo'ling. Aka rahmat. Sog' bo'linglar. Ishlaringiz Ash tomonga o'tib qo'yaylik. Akalar rahmat. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Olyapsizlarmi? O'ram choyxonasi deganda birinchi navbatda hammani ko'z oldiga no'xat sho'rva keladi, boshqa ovqatlari keladi. Nimaga aynan no'xat sho'rvasi O'ram choyxonasini mashhur qilgan? Endi bu narsalar mana shu ko'pchilik chiqib, mana shu yerda hamma mana o'zi bir-biridan chiroyli holatda pishirganligi uchun. Ya'ni batda shunaqa narsa borki, mana bu akalarimiz o'zi ancha yillardan baqat chiqadigan akalar. Mana shunaqa akalar ko'pchi bor. Hammalarimiz mana shunaqa qilib bir-birimizni e'tibor bilan pishirishga asosiysi. Raqobat. Raqobat ham bormi? Raqobat yo'q, unchalik darajada basu bir-birimizga barbekor raqobat qanaqa? Bir-birimizdan oldi-berdi, muomala ashuna holatligi uchun raqobat tushuniladi-yu. Hammamizning no'xatimiz asli olli joyimiz bitta, sotilishlarimiz, jarayonlari hamisha bir xil. Endi o'shanga demoqchimanki, bir hali raqobat deganda hali masalliqda, endi Nechi pul o'zi no'xat? 30 ming kilo. 30 ming so'm kilosi. Ha. Eng ko'p qaysi mahsulot sotilyapsizlarda? Endi hozir hamma yo'q bor, qazi bor, rulet bor, go'sht bor. Hammasi sotilyapti. Endi o nandalaqlarga borsangiz, kalla go'shtlar bor, tuyoqlar bor. Nandalaqlarga borsangiz, do'lma sho'rva, biqin sho'rva hamma yo'q. O'tamiz hozir. Aka ismingizni aytib qo'ying. Murodjon. Murodjon akamizni agar ko'rayotganlar bo'lsa, kelishlaringiz mumkin, xudo xolasa, o'zi chiroyli qilib no'xatlarni Salomat bo'linglar, sog' bo'ling. rahmat. Akalar rahmat. Do'stlar, O'ram choyxonasidagi sayohatimiz davom etadi. Bu narsani ko'pchilik biladi. Hozirgi yoshlar, ayrim yoshlar bilmasligi mumkin. Shirmoy non. Yoshi kattalar juda yaxshi biladi. Mani opoqim rahmatli olib bergan birinchi marotaba. Kim opoqisi olib bergan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizsiz? Sizniki bular? Ha, shirmoy. Shirmoy. O'zlaring pishirasizlarmi? Yo'q, bizga pishirib berishadi, biz sotamiz. Nechi puldan? 5000 dan. 5000 so'mdan ekan do'stlar. Yana nimalaringiz bor? Patir ko'ryapman. Mana piyozli nonimiz bor. Aha. Xamlori qoqib piyoz solinadi. Mana unisi achchig'i. Achchig'i, Mana unisi do'ltaligi. do'ltaligi. Issiqqina. Narxlari bilan aytib keting. Narxlari, mana ulari 15000 ga ikkita. Mana ulari jupi 25000. Jupi 25 ming so'm. Bunaqa sariyoliklari ham bor mana. Sariyolilar. Issiqqina. Kelaverasizlar. Har kuni Kelishtirib ham shu yerda. beraveramiz. Ismingiz nima? Ketamiz, Botir akangiz. Botirjon aka, salomat bo'ling, bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sizda nimangiz bor? Bizga ham do'ltali sariyog'li bor. Do'ltali, sariyog'li. Qozon qallamalar bor, sariyog'li. Qozon qallamangizni bitta ko'rsak bo'ladimi? Bo'ldi, mana bemalol ko'rinaveradi mana. Nechi pul buningiz? Ular 10 ming so'm qilib beryapti. 10 ming so'm ekan Sariyog'da do'stlar. bo'lyapti. Sariyog'da. Sariyog'da, toza sariyog'. Xullas, akalar rahmat, bozoringlar bersin. O'ram choyxonasiga kelgan har bir inson nondan o'ylamasdan kelishi mumkin. Kechasi kunduzi 24 soat ishlanadi. ishlanadi. 24 soat. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Blogerda video qilsak bo'laradimi aka? Ha, charchamasdan. Vau, do'stlar. Bu nima bu aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bu aka? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu tuya bu akaxon, qaynag'i suvaydan ajratib chiroyli nima qilib beramiz akaxon. Asartdagi go'shtlar tuyadi. Bunaqasi bo'lmaydi chiqadi. Faqat Marg'ilonda, O'ramda bor. O'ram choyxonasida bo'ladi. Ko'p joyda sovuq bo'ladi, buni qaynag'i bo'lmaydi. Bu tayyor qaynab qozondan pishgani batga olib chiqilgan. Nechi pul buningiz aka? Bu xo'p, porsi 45 ming so'mdan. Bir porsi Suvaylarni ajratib laqam qilib beriladi. 1 kilosi 140 ming so'm suvaysiz. Suvayli olib ketaveramiz, shunda chop beravering deyishganga 110 ming so'mdan qilib beramiz. Necha soat qaynagan bu? 7 soat qaynaydi xudo xohlasa. 7 soat qaynab. 6-7 soat qaynab chiqadi, mana shu yerga olib chiqilinadi. Yaqinroq olib kelib ko'rishsizmi, qarang. Tuyog'ni kilkillab turishini qarang. Do'stlar, ana bitta olib ko'rsatib beryapti. Voh, Shuni suvaydan ajrab chiqib ketadi, salga o'zi. kilkillab. Bu yerda mana nimalaringiz ham bor ekan, kalla go'shtlar. Qazi bor aka. Qazi bor. Postirmali rulet, go'shtli rulet, go'shti o'zi bor. Postirmani o'zi ham bor. Qorin, halades, kalla go'shti, qasib, til bor, norinlar bor. Noringiz qancha? Norinlarimiz 140 ming so'm kilosi ot go'shtida bo'lgan. Xo'p, bundan tashqari no'xatlarimiz bor ba'zi. Mana shu no'xatingizga o'tamiz hozir. Bo'ldi. Aka ismingizni aytib qo'ying. Shuhratjon. Shuhrat aka. Asartdagi go'shtlarimiz mana telefon raqamlari. Bo'ldi, ko'rsatib berasiz telefon. 24 ga 7.
Bemalol kelaverasizlar. Farg'ona, Marg'ilon ichiga dastlabkilarimiz. Hisob aka, xo'p bo'ladi. Lekin men unisiga men qoyil qoldim. Hozir yeb ko'ramiz, xudo xolasa. Ana do'stlar, assalomu alaykum. Kim bor ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, uzr betaqillik blogerdik, video qilayotgandik. Maylimi? Nimalar bor? Ay, ketib tashlaymiz. Xo'p, nimalar bor? Nimalar bir tanishtiring, bu ishtahani ochib tashlayapti. Do'lma sho'rva bor. Do'lma sho'rva? Bunisi. Do'lma sho'rva. Ikkita do'lma sho'rva nimalar aka? Tabaka bor, endi aka o'ramni bilasiz, no'xat bo'lmasa o'ram Hisoblanmaydi. O'ramni brendi bu no'xat sho'rvasi. No'xat sho'rva. Necha pul o'ram no'xatingiz? Bu aka chinisi no'xat do'zi 15 ming. Chinisi Go'shtlari bilan aka 100 gram go'shti bilan 50 mingga bo'ladi. 50 mingga bo'ladi. Ot go'shtida bo'ladi. Ot go'shtida bo'ladi. O'zimiz go'shtimiz, ot go'shti toza. Yangijolat narsalar. Uni xolasa aka. Chiroyli qilib. Buningiz nima ma'noningiz? Bilinchi aka. Boshqacha turib. Do'stlar, bilinchini qaranglar. Ko'ring aka bittasi. Umuman boshqacha ekan bor-ku. Mana do'stlar. Necha pul buningiz? 8 ming so'm. 8 ming so'm donasi. Mana do'stlar, yeb ko'rsam bo'laveradi? Yo'q, Operator pulini to'laydi. Dahshat. Men birinchi marta bunaqa bilinchi yeyapman. To'g'risi, birinchi marta yeyapman. Siz yeganmiz, kommentariyada yozib keting do'stlar. Bularni ma'nuni ham tanishtirib o'tib ketaylik. Buningiz qanday? Tokibadi, qiymaligi. Aha. Men Joyni hisoblanadigan. Ag'in o'z ko'rib Ag'in o'zingiz ko'rib oling. Do'stlar, mana shunchaki zo'r. Hozir ichkariga kirib, ichki sharoitlarni ham ko'rsatib beraman. Bu yerda shashliklar ham bor aytgancha. Xo'p, no'xat, hasib, tashlab beramiz aka. Ulardan tashqari necha xil turdagi shashlik bor? Kuskovoy qiyma shashliklar ham bor ekan do'stlar. Necha pul kuskovoy, necha pul? 15 ming qiyma. Assalomu alaykum. Bo'ldi, aka, rahmat. Do'stlar, bu yerda tandirda pishayotgan ko'za sho'ra bor ekan. Hozir akalarimiz ichini hozir ko'rsatishadi bizga do'stlar. Wow, do'stlar, ko'za sho'ra qaynab turibdi ekan. Bittasini ochib ko'rsangiz bo'ladimi? Yo'q aka, mana. Ko'za sho'ramiz aka, mol go'shtida, qo'y go'shtida, hammasi qo'y yog'ida pishayotgan narsalarga ikkita qayna. Ashqavoq. Bitta odam bemalol to'yadi. Ha, bemalol aka. Necha pul bitta yosh ko'za? Bitta ko'zamiz mashinasi aka 40 ming so'm. Ichida hamma yo'g'i bor. Ashqavoq, kartishka, so'zi deysizmi? Yo'q narsani o'zi yo'q ichida. Qaysi paytlari bo'ladi? Nechidan nechigacha bo'ladi kelgan odamlar? Kunda shu ertalab soat 8-9 dan albatta keyingi 3-4 gacha bo'ladi. Bo'ladi. Darslarga xizmat ham? Darslarga xizmatlarimiz ham mavjud aka. Nima ismingiz aka? Ismim aka Muhammad Aziz. Muhammad Aziz aka telefon nomingizni ham aytib bering endi. Telefon nomerlarimiz aka ana o'shda nimada bor? Bular bir xil, ko'rsating. Hammamizga bo'ldi. Akalar, ko'za sho'ra qaynab turibdi. Mana shu yerda o'zim bilmayman, 30 taga yaqin, xudo xolasa, 30 taga yaqin ko'za sho'ra qaynab turibdi. Zo'r ekan do'stlar. Maza. Xo'p, do'stlar, biz ichkariga kirdik. O'zimizga hozir bitta no'xat sho'rva, bitta do'lma sho'rva aytdik. Hozircha. Endi ishtahamiz ochilib qolsa ko'proq. Salatlar, asaltilar. Assalomu alaykum. Barakalla. Ko'rinishni qarang. Qanaqa milliy taomlar bor aka o'zi? Oshlarimiz bor aka, qaynatma mol go'shti, qo'y go'shti sho'rvalar, do'lma sho'rvalarimiz bor.
montalarimiz bor, bishtekislarimiz bor aka. Bemalol kelib. Bemalol. Faqat sizlar xayol qilmanglar do'stlar. Bu yerda no'xat, o'sha go'sht taomlar bor, milliy taomlarimiz ham bor ekan. Ichkarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz, bo'laveradimi aka? Ketdiga. Ormay aka. Shunday bitta to'g'riga bitta bosib berasiz. Nima deysiz? Ha, bloger. Biz o'zimizdan Farg'onadamiz. Yo'q, bu ijtimoiy tarmoqda. YouTube, Instagram. Menga ko'proq do'stlar o'tiradigan joyi yoqdi, milliychi ekan do'stlar, mazza. Nima xizmat bor tog'a? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Uzr. Yo'qda. Yo'q, men Joylarni olmasdan. qayerdansizlar? O'zlaringizni tanishtirib O'zimiz 5. Marg'ilondasizlar. Marg'ilonda o'zidansizlar. Necha yildan beri bekka kirasizlar? Bu yoshligimizdan berma ketdi. Aynan Eski. nimasi yoqadi sizlarga ko'proq? Bu hozir hamma joyda ham choyxonalarimiz yo'q. Hisob kitob bilan bo'lib qoldi. Mana endi hozir bu choyxona aziz bo'lib turibdi. Shahar bo'yicha misol. Mana endi otalar choyxonasi Darday Center staloylardan bo'shamaydi. Shayxlik bu bular. Ismingiz nima? Ha? Ismingiz nima ismingiz? Otingiz nima otingiz? Muhammad Madaminjon. Madamin tog'a, bu joy haqida qisqacha gapirib beralasizmi? Tarix haqida. O'ram choyxonasi biz ko'proq kechasi ham ishlaydi, shunaqa deb tarix haqida qisqacha bilamiz xolos, lekin ko'pchilik bilmaydi. Ayniqsa hozirgi yoshlar bilmaydi. Bu chor atrofdan davlatlardan, shaharlardan keladiganlar bemahal kelgan bo'lsa, albatta ochqon beradi. Ochqon. Ovqat, nima bo'lsin, ovqat, nima kalla go'sht hamma yo'q yetadi. Yetadi. Nonlarimiz yetadi. Sizlar hozir nima yedinglar? Yo, endi aytasizlar. Shu. Mana yerda kalla go'shtlar sotadi, ovqat sotadi. Yo, siz nima yedingiz hozir? Bittami? Lag'man yedik. Lag'man yedingiz. Ha, qaymoq bilan lag'man. Ha, oldin shu aralash. Rahmat, salomat bo'ling. Yoqimli ishtaqa, salomat bo'ling. Yo'q, biz sizlarni beztaqmadingmi? Sheriklaringizni bilmasdan Yo'q, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi, rahmat. Bo'ldi. Mana do'stlar, biz buyurtma qilgan narsalarimiz yetib keldi. Operatorim Shohnur endi kelib o'tirmasangiz bo'lmaydi. Mana jarayonni ham bitta olib qo'yasiz. Kelma qo'tingda. Opa rahmat. Salat nimasidan olib bo'lay? Men bitta svejiy olib bo'laylik bo'ladi bizga. Men to'g'risi salyonilar. Opa mana. Rahmat. Endi do'stlar, biz juda ko'p narsa aytmadik, chunki hozir bu joydan chiqib ketib Toshkent Perivalga ketamiz. Yerda ham bir ko'rsatadigan, yeydigan narsalarimiz ko'p ekan. Bugun faqat yeyish uchun nima qilgan ekanmiz. Bitta mana shu no'xat bilan do'lma sho'rvani bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana do'stlar. Dahshat. Siz Marg'ilondagi O'ram choyxonasida qanaqa ovqat yegansiz? Mazza. Bu do'lma sho'rva ekan do'stlar. Buni operatorim Shohnur aytgan, endi mayli, endi Shohnurning nimasi. Go'shtini yeb qo'ymay, g'alat qarayapti. Xullas, o'zimizga o'zimiz yoqimli ishtaqa. Salomat bo'linglar. Mana Shohnur, mana operatorim, mana shu nimami no'xat sho'rvamdan shu hujumga o'tyapti, o'ziniki qoldi. Qalay ekan uka, to'g'risini ayting. Zo'r ekan. Haqiqatda hammalarga tavsiya beraman, kelishlaringizni. Zo'r joy ekan. Yana Hasanbek akani YouTube'ini, Instagram'ini kuzatishda davom ettirasiz. Shunaqa manfaatli zo'r joylarda, lokatsiyalarda sizlarga ko'rsatamiz. Rahmat sizga. Yoqimli ishtaqa. Hozir odam juda kam ekan, chunki biz ozgina kechroq keldik. Soat 10 dan o'tdi. 10 ga yaqinlashibdi. Lekin bu joy 24 ga 7 ishlaydi.